Chorsu bozoriga qo'shni bo'lmoqchi bo'lgan akalarimiz, opalarimiz diqqatiga, Chorsu bozori yonginasida bitta zo'r xonadon sotuvchi kitobi 3.7 sotix yer maydoniga tushgan haqiqiy kallaxona. Bilasizlar, kallaxona qayerdaligini. Aynan o'sha yerda joylashgan mana shu uyimiz sizniki bo'lishi mumkin. Beshiy bozorchilar orqa tarafida tushayotgan aynan shu uyimizni bitta kirib obzorni qilib beramiz. Fasad razmerimiz 17 metr bo'lyapti, 12 ta xonadan iborat, 2 ta sanuzor, 2 ta oshxonasiga ega bo'lgan shu uyimizni ketdi bitta kirib ko'rib chiqamiz. Asosiy darvozxonamizdan kirganda, darvozxonamizni ko'rib turibsizlar, bemalol bitta ikkita mashina olib kirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Kirib kelganda qo'limizni ko'rib turibsizlar, 3.7 sotix yer maydoniga tushgan qip-qizil fasadlarini ham ko'rib turibsizlar, qadrdonlar. 12 ta xonadan iborat, 2 ta sanuzor, 2 ta oshxonasiga ega bo'lgan shu uyimiz. Remont holatlarini ko'rib turibsiz. Xohlasangiz olib, bitta travertini alishtirib olib, kirib mazza yashaysiz ham bo'ladi. Bitta oynaga burchaklar tortib. Xohlasangiz buzib, boshqatdan chiroyli ko'tarsiz ham, orientir lekin zo'r joyda joylashgan ekan. Toshkent shahari sentri, Chorsu, Shayxon Tohir tumani, Chorsu bozori menimcha 50 metr chiqmasa kerak. Beshiy bozori shundoq. Orqa tarafi bo'lgan aynan shu uyimiz. Xudo xolasa sizniki bo'lishi mumkin. Suv, svet, gaz, hattoki kanalizatsiya, Wi-Fi'lar hech qanaqa muammogarchiligi yo'q. Pastki raqamga telefon qiling, telefon qilib tezroq shoshilib qoling. Haqiqatdan zo'r narxda berib olishyapti. Narx-navoni hamma narsani o'zimiz kelishib olamiz. Telefon qiling, ulgurib qoling.